biceps haqida gaplashamiz. Oddiy narsa, lekin men ko'rmadim shu haqida kimdir gapirganini. Qaranglar. Nima uchun Z grif tekis grifdan ko'ra yaxshiroq? Ko'pincha men bu skamyada qilganimizda yoki в принципе любой bitsepsga mashq qilganimizda kaf to'liq supinatsiya bo'lganda, ya'ni kaf tepaga qaraganda biceps qisqaradi. Buni ko'rishingiz mumkin, mana qisqarib qoldi. Kaf to'liq supinatsiya bo'lgan holatda tirsakni kesib o'tadigan brachialis, brachoradialis mushaklari optimalniy pozitsiyada bo'lmaydi. Ya'ni yaxshi kuchlanish beradigan qulay pozitsiyada bo'lmaydi. Biceps ham tepadan qisqargan, pastdan qisqargan, mana shu holatda to'liq kuchlanish berish imkoniyati bo'lmaydi, chunki qisqargan. Shunda nima bo'ladi? Ko'pincha to'liq supinatsiya bo'lgan holatda imini mana shu joyda biceps uziladi. Chunki bor nagruzka bitsepsni payida qolib ketadi. Ya'ni bu to'g'ri qisqara olmaydi, bu to'g'ri qisqara olmaydi, yaxshi kuch bera olmaydi, butun nagruzka payida qolib ketadi, ko'pincha uziladi. O'shaning uchun ham Z grif o'ylab topilgan. Ya'ni kaft diagonalni bo'lganda mana qaranglar, biceps cho'ziladi. Biceps cho'ziladi, bu pozitsiyada brachialis, brachoradialis yaxshi yonadi. Ya'ni bicepsga yordam bera oladi. Shuning uchun imkon qadar bu yerda ishlaganlaringizda Z grif ishlatinglar. E'tibor qilsanglar, trenajyorlarda ham ruchkasi sal egri yasalgan. Imini mana shu holatdan kelib chiqqan. O'shaning uchun ham e'tibor qilsanglar, bitsepsga strogi podyom musobaqalarida ham tekis grif ishlatilmaydi hech qachon, faqat egri Z grif ishlatiladi. Ko'p holatlarda hattoki burchagi ko'proq bo'ladi. Imini shtobi tirsakni kesib o'tadigan hamma mushaklar birgaligida yaxshi kuch berib, og'ir yukni ko'tarib olish uchun, uzilib ketmasligi uchun. Bilmadim qanchalik foydali bo'ldi. Foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpiska qilib qo'yinglar.